Kechagi chiqargan videoyimizdan keyin ko'pchilik karantin bo'lishi ehtimoli bor degan fikrni bildirishgan va menga yozishdi. Bugungi dunyoda hozir bilinar bilinmas bo'lsa ham iqtisodiy inqiroz ketyapti. Urushlar, dizellarning narxi ko'tarilib ketishi, robotlarni insonlarning o'rnini egallab boshlashi, ko'plab insonlar ishini yo'qotishi, bular hammasi bir katta muammo bo'lib turgan paytda hozir karantin ham bo'lib qolinishi, ya'ni koronavirusga o'xshab butunlay yopilib olish, karantin bu dunyoga juda og'ir zarba bo'ladi. Ayniqsa O'zbekistonda endi rivojlanayotgan mamlakatlarga juda og'ir ta'sir qiladi, chunki bugunda O'zbekiston aholisining 90% kreditga o'tirib bo'lgan, karantin bo'lib, ish joylari yopilib, insonlarning tirikchilik qilishlari to'xtasa, banklarga to'g'ridan-to'g'ri tushayotgan o'sha kredit to'lovlari va boshqa jarimalardan kelayotgan pullar hammasi to'xtab qoladi. Uni o'rniga davlat yana qo'shimcha aholiga moddiy yordam berishga to'g'ri keladi. Bu O'zbekistonning iqtisodiyotini yana bir ancha yilga orqaga tortib qoladi. O'sha uchun umid qilamiz, bunaqa bu virus xavfli bo'lib chiqmasin va bizning mamlakatimizda karantin bo'lmasin, sog'lik tinchlik bo'lsin. Shuningdek, siz ham o'zingizning shaxsiy fikrlaringiz bo'lsa, bu masala yuzasidan izohlarda yozishlaringiz mumkin.